Prezident jarima to'lov va yig'imlarni keskin kamaytirishni topshirdi. O'zini prezident oilasiga yaqin deb tanishtirgan guruhga hukm o'qildi. Rayhon milliy taomlar egasi ozodlikdan mahrum qilindi. Chorvoqdagi plyajlarni bo'lisha olmagan 2 jinoiy guruh ushlandi. Toshkentda anomal issiqda xodimlarni ishlatgan obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i jarimaga tortildi. Toshkent va ayrim tumanlardagi issiqxonalar uchun soliq 10 baravar oshirilishi mumkin. Uy-joy subsidiyasi uchun arizalar qabuli boshlanadi. Bu qisqa anonsiyada ortda qolgan 7 kunda e'lon qilingan eng muhim jinoiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklarni tangi yuz darajasida ko'rib chiqamiz. O'zini prezident oilasiga yaqin deb tanishtirgan guruhga hukm o'qildi. Tergovga ko'ra, guruh a'zolari fuqarolarning ishlarini hal qilishni va'da qilib, ulardan 100 minglab dollar olgan. Ular orasida bir fuqarodan lavozim evaziga 25 ming dollar, tadbirkordan 280 milliard so'mlik shartnoma va'dasi uchun qariyb 120 ming dollar, Rossiya fuqarosidan esa qurilish loyihasi uchun 40 ming dollar olingani aniqlangan. Shuningdek, guruh fermerlarga yer masalalari va sud ishlari bo'yicha yordam berishni va'da qilib, yana 10 minglab dollarni qo'lga kiritgan. Sud hukmiga ko'ra jinoiy guruh rahbari 10 yil 7 oyga ozodlikdan mahrum qilindi. Qolgan ayblanuvchilarga ham turli muddatlarga qamoq jazosi tayinlandi. Rayhon milliy taomlar egasi ozodlikdan mahrum qilindi. Namangan viloyatining Pop tuman sudi ishni ko'rib chiqib, sudlanuvchini o'zlashtirish, mansab soxtakorligi hamda hujjatlarni qalbakilashtirish bilan bog'liq jinoyatlarda aybdor deb topdi. Sud hukmiga ko'ra Rayhon oilaviy milliy taomlari ta'sischisi Shayx Zayniddin va Xo'ja Alambardor jome masjidlari sobiq imom xatibi Odilxon Qori Ismoilov 8 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Shuningdek, jinoyat ishi doirasida yetkazilgan moddiy zarar sudlanuvchidan solidar tartibda undirilishi belgilandi. Qashqadaryoda tayinlanganiga 2 oy bo'lmasdan 500 dollar pora olgan maktab direktori ushlandi. U pullarni olgach, tezkor xodimlarni ko'rib, bedazorga qarab qochishga uringan. Ma'lum bo'lishicha, Mirishkor tumanidagi maktablardan biriga direktor vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan 62 yoshli fuqaro Qarshi davlat universiteti talabasini fizika o'qituvchisi sifatida ishga olish evaziga 500 dollar talab qilgan. Talaba suhbatni telefoniga yozib olib, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yuborgan. Ertasi kuni u direktor bilan uchrashib 6 million so'm bergan. Direktor pulni olgach, tezkor tadbir ishtirokchilaridan qochishga uringan. U pullarni bedazor orasiga tashlab, maktab devoridan oshib qochmoqchi bo'lgan, biroq ko'p o'tmay ushlangan. Sud hukmi bilan u 5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Toshkentda yo'l talashib o'yinchoq qurol bilan tahdid qilgan haydovchi 10 sutkaga qamaldi. Ma'lum qilinishicha, Lacetti haydovchisi boshqa avtomobil bilan yo'l talashib qolgan. U mashinadan tushib, yondagi o'yinchoq to'pponchani olib, boshqa haydovchini qo'rqitishga uringan. Hodisa vaqtida haydovchining 6 yoshli farzandi ham avtomobilda bo'lgan. Erkak keyinchalik qilgan ishidan pushaymon ekanini aytib, barchadan uzr so'radi. Ichki ishlar organlari hodisadan 1 soat o'tib haydovchining shaxsini aniqlab, unga nisbatan ma'muriy ish rasmiylashtirdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Uchtepa tuman sudi qarori bilan fuqaro 10 sutkaga ma'muriy qamoqqa olindi. Toshkentda tadbirkordan 360 ming dollar talab qilgan shaxs ushlandi. Ma'lum bo'lishicha, avval firibgarlik uchun sudlangan fuqaro Chilonzor tumanidagi 37 sotix yer maydonida maktab va bog'cha qurilishi rejalashtirilganidan xabar topgan. U qurilish jarayoniga mahalliy aholi va turli tashkilotlar orqali to'sqinlik qilishi mumkinligini aytib, go'yoki vaziyatni tinchlantirish evaziga tadbirkordan 360 ming dollar talab qilgan. Tezkor tadbir davomida gumonlanuvchi tadbirkordan 30 ming dollar olayotgan vaqtida qo'lga olindi. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Chorvoqdagi plyajlarni bo'lisha olmagan 2 jinoiy guruh ushlandi. DXX ma'lumotiga ko'ra, Bo'stonliq tumanida 2 guruh Chorvoq suv ombori atrofidagi ta'sir doirasini kengaytirish masalasida o'zaro to'qnashgan. Dastlab bir guruh vakillari raqiblarini kaltaklagan. Shundan so'ng 4 kishi bezorilik moddasi bilan hibsga olingan. Keyinroq ikkinchi guruh a'zolari qasos olish maqsadida ozodlikda qolgan dushman shaxsga kastet va tayoq bilan hujum qilib, og'ir tan jarohati yetkazgan. 19-iyul kuni o'tkazilgan tezkor tadbirda ushbu holatga aloqador yana 9 kishi qo'lga olindi. Tergov davomida gumonlanuvchilardan biri Instagram orqali diniy ekstremistik g'oyalarni targ'ib qiluvchi materiallar tarqatgani ham aniqlangan. Buxoroda fuqaro nomiga uning xabarsiz kredit rasmiylashtirgan sobiq bank rahbari aniqlandi. Tergovga qadar tekshiruvda tijorat banklaridan birining Romitan filiali sobiq rahbari, bank menejeri va sobiq hokim yordamchisi o'zaro til biriktirib, fuqaro nomiga 32 million so'm kredit rasmiylashtirgani aniqlangan. Ma'lumotlarga ko'ra, mablag' 3 g'ildirakli mototsikl xaridi uchun ajratilgan deb ko'rsatilgan va tadbirkor hisob raqamiga o'tkazilib, keyinchalik naqdlashtirib olingan. Shuningdek, sobiq bank rahbari kredit qarzdorligini undirish bo'yicha ijro ishi qo'zg'atilgandan xabar topgach, qarz go'yoki to'liq yopilgani haqidagi soxta hujjatni NIBga taqdim etgan. Holat yuzasidan firibgarlik va hujjatlarni qalbakilashtirish moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
Toshkentda zakladka usulida giyohvand moddalar tarqatgan 3 nafar Ukraina fuqarosi qo'lga olindi. DXX ma'lumotiga ko'ra, ular Toshkentdagi ijaradagi 2 xonadonda yashab, poytaxtning turli hududlariga narkotiklarni yashirib qoldirish orqali tarqatishga tayyorlagan. Tezkor tadbir davomida jami 204 kilogramdan ortiq gashish, mefedron va alfa PVP musodara qilindi. Shuningdek, keyinchalik tarqatish uchun yashirilgan qo'shimcha narkotik moddalar ham topildi. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Gumonlanuvchilar qamoqqa olinib, tergov harakatlari davom etmoqda. Alkogolli ichimliklarni reklama qilgan bloger javobgarlikka tortildi. Raqobat qo'mitasi bloger Nurbek Sobirovning ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida alkogolli ichimlik reklamasi joylashtirilganini aniqladi. Qonunchilikka ko'ra, O'zbekistonda alkogolli ichimliklarni ijtimoiy tarmoqlarda har qanday shaklda reklama qilish taqiqlangan. Qo'mitaning bildirishicha, bloger reklama qilinishi taqiqlangan mahsulotni targ'ib qilgani uchun unga nisbatan ma'muriy chora ko'rilib, ish bo'yicha hujjatlar sudga yuborilgan. Qonunda faqat pivo hamda ayrim turdagi vinoni belgilangan cheklovlarga rioya qilgan holda reklama qilishga ruxsat berilgan. Toshkentda 120 ta avtobus bekati o'z vaqtida foydalanishga topshirilmadi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi ma'lumotiga ko'ra, Airway Snacks kompaniyasi 2025-26 yillardagi auksionlarda 266 ta avtobus bekati va 230 ta yangi ijtimoiy bekatni qurish huquqini qo'lga kiritgan. Rejaga ko'ra, joriy yilning may-iyun oylarida 120 ta bekat foydalanishga topshirilishi kerak edi. Biroq, o'rganishlar davomida bekatlarning birortasi ham foydalanishga qabul qilinmagani, qurilish ishlari yakunlanmagani va jihozlar to'liq o'rnatilmagani aniqlangan. Shundan so'ng Toshkent shahar hokimligiga bekatlarni belgilangan muddatda topshirishni qat'iy nazoratga olish topshirildi. Uy-joy subsidiyasi uchun arizalar qabuli boshlanadi. Arizalar 27-iyul kuni soat 15:00 dan boshlab qabul qilinadi. Subsidiya ilgari ajratilgan, ammo foydalanilmay qolgan mablag'lar hisobidan beriladi. Ariza beruvchilar ijtimoiy mezonlar bo'yicha kamida 30 ball to'plashi, kredit tarixi bank talablariga mos bo'lishi va o'zlari hamda turmush o'rtog'i nomida uy-joy bo'lmasligi kerak. Arizalarni Davlat xizmatlari markazlari, MyGov ilovasi yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali topshirish mumkin. Fermerni haqoratlagan Quva tuman hokimiga hayfsan berildi. Antikorrupsiya agentligi ma'lum qilishicha, Quva tumani hokimi Halimjon Umarovga nisbatan intizomiy jazo qo'llangan. Iyun oyida ijtimoiy tarmoqlarda hokim fermerlardan birini haqorat qilgani va yerni majburan topshirishga ko'rsatma bergani aytilgan audio tarqalib, jamoatchilik muhokamalariga sabab bo'lgandi. Shundan so'ng Antikorrupsiya agentligi xizmat tekshiruvi o'tkazish va holatga huquqiy baho berish bo'yicha taqdimnoma kiritgan. Taqdimnoma natijasiga ko'ra, 2021-yildan buyon Quva tumani hokimi lavozimida ishlab kelayotgan Halimjon Umarovga hayfsan intizomiy jazosi berildi. Toshkent-Samarqand pulli yo'li qurilishi boshlandi. Loyiha yakunlangach, Toshkentdan Samarqandga borish vaqti hozirgi 5 soatdan 2-2,5 soatgacha qisqaradi. Yo'lning ayrim qismlarida avtomobillar soatiga 150 km tezlikda harakatlana oladi. Yangi magistralning umumiy uzunligi 282 km ni tashkil etib, Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlari hududidan o'tadi. Magistral har bir yo'nalishda 3 tadan, jami 6 ta qatnov qismi bilan quriladi. Qiymati 2,2 milliard dollarga teng bo'lgan loyiha 2026-32 yillarda amalga oshiriladi. Toshkentda anomal issiqda xodimlarni ishlayotgan obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i jarimaga tortildi. Davlat mehnat inspeksiyasi Yakkasaroy tumanida tozalash xizmati xodimlari jaziramaga qaramay ishga jalb etilgani yuzasidan o'rganish o'tkazdi. Tekshiruvda mehnatni muhofaza qilish talablari buzilgani aniqlangan. Shundan so'ng obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'iga nisbatan ma'muriy javobgarlik chorasi qo'llanilib, jarima belgilandi. Jarimaning aniq miqdori ochiqlanmagan. Avvalroq mehnat inspeksiyasi anomal issiqda ochiq havoda hashar va jamoaviy ishlarni tashkil etmaslik bo'yicha barcha hokimliklarga ko'rsatma bergandi. Anomal issiqda yopilgan bog'cha xodimlariga ish haqi to'lab beriladi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi ko'rsatmasiga ko'ra, issiq ob-havo tufayli faoliyati vaqtincha to'xtatilgan bog'cha xodimlarining ish haqi to'liq saqlanib qoladi. Shuningdek, bola bog'chaga bormagan kunlar uchun ota-onalardan to'lov olinmaydi. Agar to'lov oldindan amalga oshirilgan bo'lsa, u keyingi oy hisobidan chegirib hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, anomal issiq sabab so'nggi kunlarda Qoraqalpog'iston, Xorazm, Navoiy, Buxoro, Farg'ona va Toshkent viloyatidagi qator bog'chalar vaqtincha yopilgan edi. Sudlangan migrantlarga Rossiyada yashash taqiqlandi. Yangi qonunga ko'ra, Rossiyada yoki boshqa davlatda jinoyat sodir etib sudlangan xorijliklar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar Rossiya fuqaroligi
vaqtinchalik yashash ruxsatnomasi va doimiy yashash guvohnomasini ola olmaydi. Qonun jinoyatning og'irlik darajasidan qat'iy nazar amal qiladi. Sudlanganlik holatda avval berilgan hujjatlarni bekor qilish yoki yangi arizalarni rad etish uchun asos bo'ladi. Endilikda 14 yoshdan oshgan xorijliklar yashash uchun ruxsatnoma olishda sudlanmagani haqidagi ma'lumotnomani taqdim etishi kerak bo'ladi. Qozog'iston Markaziy Osiyoda investorlar uchun eng xavfsiz davlat deb topildi. 2026-yilgi xalqaro reytingda O'zbekiston investorlar uchun xavfsiz davlatlar qatoridan 81-o'rinni egalladi. Qozog'iston esa 150 davlat orasida 53-o'rinni egallab, 2025-yilda 70-o'rindan 17 pog'onaga ko'tarilgan. Shuningdek, Markaziy Osiyo davlatlaridan Qirg'iziston 96-o'rin, Tojikiston esa 97-o'rinda baholangan. Reyting investitsiyalar hajmini emas, balki iqtisodiy barqarorlik, siyosiy va valyuta xavflari boshqaruv sifati hamda investorlar uchun yaratilgan sharoitlarni baholaydi. Toshkent va ayrim tumanlardagi issiqxonalar uchun soliq 10 baravar oshirilishi mumkin. Jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan qonun loyihasiga ko'ra, Toshkent shahri hamda Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq, Qibray, Yangiyo'l, Zangata va Toshkent tumanlaridagi issiqxonalarga yer va mol-mulk solig'ining oshirilgan stavkalari joriy etilishi rejalashtirilmoqda. Loyihada ushbu hududlardagi issiqxonalar egallab turgan yerlar uchun soliq qishloq xo'jaligi yerlariga belgilangan stavkaning 10 baravari miqdorida undirilishi, amaldagi imtiyozlar esa bekor qilinishi nazarda tutilgan. Mutasaddilar bu o'zgarishlar ekologik vaziyatni yaxshilashga qaratilganini bildirdi. Shavkat Mirziyoyev jarima to'lov va yig'imlarni keskin kamaytirishni topshirdi. Prezidentning aytishicha, hozir 51 vazirlik va idora 122 ta yo'nalish bo'yicha moliyaviy jarima qo'llash vakolatiga ega. So'nggi 3 yil ichida tadbirkorlarga qariyb 3 trillion so'mlik jarima solingan. Davlat rahbari jazo qo'llovchi tashkilotlar tadbirkorni jazolashdan oldin unga imkoniyat berishi va to'g'ri yo'l ko'rsatishni o'rganishi kerakligini ta'kidladi. Shuningdek, eksportchilar uchun bojxona yig'imlari, sertifikatlash va boshqa majburiy to'lovlarni kamaytirish zarurligi qayd etildi. Masalan, bir gilosni eksport qilish uchun 5 million so'mgacha qo'shimcha xarajat talab etilishi misol keltirildi. Prezident banklarning mahallalardagi faoliyatidan noroziligini bildirdi. Shavkat Mirziyoyev, shuningdek, Markaziy bankning hududiy rahbarlari hamda davlat banklari filiallari boshliqlari faoliyatiga qat'iy e'tiroz bildirdi. Ma'lum qilinishicha, viloyat va tuman banklari hamda mahalla uyushmalari uchun bu yil sinov va amaliy attestatsiya yili bo'ladi. Keyingi 3 oy ichida natija ko'rsatgan rahbarlar o'z lavozimida qoladi. Faoliyatida o'zgarish bo'lmaganlar esa lavozimni tark etadi. O'zbekistonda o'rtacha pensiya miqdori 2 million so'mga yetishi mumkin. Iqtisodiyot va Moliya vazirligi tayyorlagan fiskal strategiyaga ko'ra, hozir 1 million 700 ming so'm bo'lgan o'rtacha pensiya 2029-yilda 2 million 100 ming so'mga oshishi prognoz qilingan. Shu davrda pensiya oluvchilar soni ham ko'payib, qariyb 5 million nafarga yetishi kutilmoqda. Hujjatda pensiya jamg'armasi xarajatlari ortib borayotgani, taqchillikni qoplash uchun esa davlat byudjetidan ajratiladigan mablag'lar hajmi ham oshishi qayd etilgan. Shuningdek, pensiya tizimini isloh qilish doirasida pensiya hisoblanadigan ish staji davrini 5 yildan 20 yilgacha uzaytirish va yangi pensiyalar miqdorini o'rtacha 8% ga oshirish taklif etilgan. Cashback to'lash tizimi qancha tez bekor qilinsa, shuncha yaxshi. Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzuridagi institut vakili Dilshod Sultonov 1% lik cashback tizimini tezroq tugatishni taklif qildi. Bu boshidan vaqtinchalik chora edi. Odamlarda chek so'rash madaniyatini shakllantirmoqchi edik. Hozir o'g'riliklar ko'payyapti. Qalbaki cheklarni o'tkazish holatlari bor. Cheklarni sotish boshlandi. Yiliga 150 million dollar cashback to'lanyapti. Bu 120 o'rinli 300 ta bog'cha degani, dedi u. Taklifga ko'ra, cashback o'rniga cheklarni ro'yxatdan o'tkazgan fuqarolar o'rtasida yutuqli lotereya tashkil etilishi mumkin. Bu haftalik tajribada kelgusi haftaning eng muhim yangiliklari bilan yana ko'rishamiz. Tangi o'zni kuzatishda davom eting.